أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب اللقطة. لقطة bu yitib ketgan narsa, yitib ketgan mol, pul va kaza. Yitib ketgandan ya uchib qolgan bo'lsa, uni biraydan iltiqot qilib ilib olgan gibi. Shunda mol-mulklarning, narsa keraklarning hukmi bayon qilingan bölüm. وَالنَّظَرُ فِي اللُّقَطَةِ فِي جُمْلَتَيْنِ. Bunda chiqilib boshqalar yo'ldan ilib olgan narsa keraklarning ahkamlari haqida ikki to'plam qilib bahs qilamiz. Birinchi to'plami al-jumlatul ula fi arkaniha va thaniyatu fi ahkamiha. Al-jumlatul ula wal arkanu thalatha: al-iltiqat, ya'dan ilish, wal multaqat, ya'dan ilgan kishi, wal luqata, ashu ilgan narsa. Fa amma al-iltiqatu, endi ya'dan ilishning hukmi. Shundan kelsak, فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك. Alimlar yadin uchratgan narsani ililish yaxshimi yoki ammay tashlab qo'yish yaxshimi, qaysi afzal ixtiloflashgan. Ilovaj bo'ldi degan ittifoq. Hammasi ixtiyoriy, lekin qaysi afzal deganda ixtiloflashib qoldi dedi. Unda bo'lgan bu yerda ittifoq bo'lgan bir o'rin bor, ammo qaysi iloj bo'ldi. Asi bo'ladi, yani ilovasi degani hozir bu o'zining qililishi emas, ap qo'yisi bo'lamdi, bo'lmamdi bo'ladi degan ittifoq. Lekin qaysi afzal deganda ixtiloflashib qoldi. Hozir qaysi afzal degandan ishtirishning joizligi chiqdi. Tamam. Taqala Abu Hanifa, Imom Abu Hanifa yani Shafi'i mu al-afdalul iltiqatu. Uni yadin ap qo'ygan yaxshi, afzal debdi. Li'annahu min al-wajib 'ala al-muslimin an yahfaza mal akhihi al-muslim. Chunki musulmon qarindishininki mol-mulkini qo'dab qilish musulmonninki majburiyati hisoblanadi. Va bihi qala Shafi'i. Imom Shafi'i, Imom Abu Hanifa bilan aqwa yaxshi dedi. Va qala Malik va jama'atun bi karahiyat al-iltiqat. Bular makruh debdi. Ilovaj makruh deyilgan. Jaiz deganning keyingi gap mava. Jaiz bilan karahadir qarish emas. Jaiz asl, lekin makruh bilan bo'ldi demoqchi. Wariya an ibn Umar radhiyallohu anhu va ibn Abbas radhiyallohu anhu mush qarash, makruh degan qarash mush ikki sahobadan rivoyat qilingan. Va bihi qala Ahmad, Imom Ahmad mush qarashda bo'libdi. Ya'ni makruh demoqchi. Va dalika li amrayn. Yani bu makruh degan qarash ikki sebepten demoqchi. وذلك يعني الكراهة لأمرين. أحدهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المؤمن حرق النار. مؤمنين كيف تركوغان ناس أوت كيدرشتن ibaret dedi. Yani mümin تركوغان ناس خود يتنن مله أوت يعني. Mümin تركوغان ناس bunu elip adam üz yivasa keyin ot kuydirishga sabab bo'lgan narsa demiş. Dalatul mu'mini harqun nar. Bu hadis Tirmizi va Tahavi rivoyat qilgan Sayyid esa. Aciz gelinim bor, lekin Sayyid degan qarash shu to'g'ri. Bu birinchi dalil deyli. İkincisi velima yukhafu aydan min at-taqsir fil qiyam bima yajibu laha min at-ta'rif va tark at-ta'addi alayha. İkinciden buni ap qo'ygandan keyin buni e'lon qilib, jakolab, menda bir narsa qilib bo'lingan, egiz chiqsa kason deb e'lon qilgan ish, uni yeyolmay saqlab, qarvish qilish ishlari bo'lgandan mushin joyi qilolmay qilishdan ansiraydigan bir ahvol bor. Navondan keyin bu makruh demoqchi. Bu xuddan unda qarasak, vara' doirasida bo'lgan ishdak. Taqvodorlik qilishim bundan asl amma yaxshi. Keyin o'zini chiqib bo'lanma yoki o'zi yeb ketib qila, bunda bo'lib qoldi. Wa ta'awwala alladhina ra'aw al-iltiqata awwal al-hadith. Endi
Elish afzal deganlar hadisning dastlabki bir jumlasini bosh qismini ta'rif qildi dedi. وقالوا أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف. وضالة المؤمن حرق النار deganning ma'nosi mu'min ishtirib qo'ygan narsani o'zi foydalanish uchun elvasa o'tqa tashlanib ko'yishga sabab bo'lgan narsa, lekin egisiga yetkazib beraman, egisi chiqib qolsa saqlab olib qo'yib egisiga topshirib beray degan maqsad elvasa bu hadisning mazmuniga kirmaydi bo'lgan demak. وقال قوم بل لقطها واجب. Buni yadni olib qo'yish vojib deb qaraganlar bor ekan. Bu hamda Imom Shafiyning kelgan bir rivoyat, azizroq rivoyat. وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل. هذا من دام deyilibdi. Mushunda talashlar qachonda bo'ladi desa, xalqmo shu mahalga, shu joydagi odamlar ishonch haqli ekan. Imommo, ham davlat raismi, hakimmi, adil hakim ekan. Aytamda, bunda ideal bir jamiyat bo'lsa, yaxshi bir jamiyat bo'lib qolsa, ham shunda erish afzal, ammas afzal ya makruh degandek gaplar bo'ldi. Bu qarash Malikiyning qarashi. Malikiylar ko'pincha ahvolda shunda istihsan masalih tayinib turib tafsili bayon qilishga yuzlandigo, shu masalada shunda. Yuqoridagi ahvol xotirjam bir jamiyatda xalqning obdan ishonchlik mana bo'lgan mahall ko'ylarda shunda kelasigan bu. Eğer bunda bo'lsa ishonchsiz davlat raisimi nachar bo'lib qolsa, uni olib qo'yish yaxshi. Chunki bir musulmonning bo'lsa, uni olib qo'yib saqlab qo'ymasa, bu chog'da boshqa nachar odamlar olib yeyilishi mumkin. Onu saqlab qo'yish maqsadida olib qo'yish lozim deydi. Yoki endi o'zing yetishsan o eskidan bo'lgan ekan, hozir jamiyatga hammadan eski bo'lgan ekan, sen boshqa bo'lgan ekan, uni yetishsa amma qo'yib qo'ysa deyish mumkin. قالوا وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها. Mana agar ay xalq nachar, ishonchsiz, lekin imom adil bo'lib qolsa, hakim adil bo'lib qolsa, uni olib qo'yish vojib debdi. Va in kana bayna qawmin ma'munin wal imam ja'ir. Agar xalq qanday ishonchlik, imom zolim bo'lib qolsa, hakim zolim bo'lib qolsa, fal afdal alla yaltaqitaha. Amma lozim. Va in kana bayna qawmin ghayru ma'munin wal imam ghayru adil. Bugun kelmana. فهو مخير اختيارلıq bo'yicha ish qiladi. Bihasab ma yaghlibu ala dhannihi faraz faqat qaysi yaxshi bo'lsa shuni qiladi. Min salamatiha akthar min ahad at-tarafayn. Ya'ni as yaxshimi, ammus yaxshimi deb chikkina dansab faqat ish ko'rdi deb. Masalan, ishkirda ketib o'tib birisini jaynimiz uchib qolgan bo'lsa, uni endi olib qo'ysa yaxshi. Çünkü o Musa Xitoylar so'qotdi. Islomda bir musulmonning jaynimizniki. Jaynimar. Balonikan olib qo'yish yaxshi. Va hada kulluhu ma ada luqatatul haj. Bularning hammasi anaqa nimadik tanishtarsizlar? Hajlarning tushirib qo'ygan narsalardan boshqa narsalar. Hajlik xos ahkam bor. Hajlik xos, haramga xos ahkam bor. فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Ulamalar birlik icma qildi. Hajlarning tushirib qo'ygan narsani olib qo'yib bo'lmaydi. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan to'sgan. Ya'ni Sahih Muslimning rivoyatida naha an luqatatil haj degan. Wa luqatatu Makkah aydan la yajuz iltiqatuha illa limunshidin. Makkaning chiqqan narsani olib qo'yishga bo'lmaydi. Faqat lam uni men jakalab, tunishtirib, e'lon qilib qo'yman degan odam bo'lsa olib qo'yish bo'ldi. Li wurudin nass fi dalik. Bunda aniq hadis kelganlik uchun hadisda la yuhtala khalaha va la yu'dadu shawkuha va la yultaqatu saqitatuha yoki luqtatuha illa limunshid. Shunday ekan, sayyendik hadis. والمربي في ذلك الأفضان مشاهدة كأن هدس شكي خل عبارة لن كأن أحدهما أنه لا ترفع لقطتها
illa al-munshid, yani la yultaqatu nuqtatuha illa al-munshid degan shu. Faqat tunishtirib uni jakalab qo'ydigan odam bilan asa bo'lib boshqa as bo'lmaydi degan ibora. Yana birisi la yarfa'u nuqtataha illa munshidun. Demak bu iborada har xil kelgan bo'lsa shu mazmun shu biramda. فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلا لمن ينشدها. Davonki buning ma'nosi bir yani. Manda iboradan kelgan bo'lsin, unda iboradan kelgan bo'lsin, faqat lam jakalab e'lon qilib ilgisini izlab topshirib turadigan odam bo'lsa as bo'ldi. Bo'lmasa qo'y deb as bo'lmaydi. Bu haramning gapi. Demak bir ma'no shu. Wal ma'na thani, ikkinchi ma'nosi la yaltaqituha illa liman yunshiduha liyu'arrifa an-nas. Fal ma'na al-wahid, birinchi ma'nosi bunda deylar, annaha la turfa'u illa liman yanshuduha desak mumkin. Ya'ni ashuni izdab kelgan kishi bo'lib qolsa shu as bo'ldi, boshqa as bo'lmaydi. İkinci bandima la yaltaqituha illa liman yunshiduha liyu'arrifa an-nas. Boshqalarga jakalab e'lon qilib qo'yay deb oldigan odam bo'lsa shu as bo'ldi degan. Birinchisi de shu jakalaydigan odamning qashaq turibdi, ikkinchisi de o'zi oldi. Yo'q, birinchisi ahaduma la turfa nuqtada illa al-munshid, ya'ni shu izlaydigan odami uchun, ilgisi uchun deydi. İlgisi üçün ep qo'ydigan kishi bo'lsa ep qo'yishi bo'ldi. Əthani la yarfa'u nuqtada illa munshidun. İkincisi faqat shuni izlab kelgan kishi bo'lsa shu o'zining narsidan asl bo'ldi. Fal ma'na al-wahid, birinchi ma'no nima? Annaha la turfa'u illa liman yanshuduha. Faqat shuni izlab kelgan kishi oladi degan gap. İkincisi la yaltaqituha illa liman yunshiduha liyu'arrifa an-nas. Kishilarga tunishtirib qo'yish uchun ep qo'yadigan odam asl bo'ldi degan. Va qala Malikun tu'arrafu hatan al-luqtatani abadan. Mush ikki uchragan maldan nima maqsad? Hajni bilan Makkadagi uchratgan mal, tebib olgan narsa, luqtati al-haj va luqtati Makka demoqchi. Mush ikkisi mangu shu jakalni e'lon qilinib turdi. Bir yil bunda degan gap yo'q. Har uchunki bizniklarimiz ham bizniklar mumkin hojirgan. Biz ketgancha. Fa amma al-muntaqitu fa huwa kullu hurrin muslimin baligh. Endi yarginasini ep qo'ydigan odam bo'lsa, hur musulmon bo'lsa, balog'at yetgan, shu ep qo'ydi dedi. Bu balki mahalliy ittifoq bo'lishi mumkin. Ya'ni hur balog'at yetgan musulmon bo'lsa, ep qo'yish bo'ldi degan mahalliy ittifoq. Lekin uningdan boshqalar bo'lib qolsa, qul bo'lib qolsa, ya kishi bo'lib qolsa, ya zimmi bo'lib qolsa, ep qo'yishi bo'lamdi deganda ittifoq bo'lmasi mumkin. Vaqtilifa an-Shafi'i fi jawaz iltiqat al-kafir. Mana İmam Shafi'i kafirning ashinasini ep qo'yishi to'g'rilamdi deganda shixil qarash kelib qoldi. Demak, hur muslim balig'da amal ittifoq, undan boshqa kafir va kazada unda ittifoq bo'lmasi mumkin. Qala Abu Hamid kim degan to? Abu Hamid al-Isfirayini, Shafi'i mazhab olimlaridan Abu Hamid. Wal asahhu jawazu zalika fi daril islam. Yani daril islam bo'lsa, buningdagi zimmi uchragan narsani olib qo'ysa bo'ladi demoqchi. Ya'ni al-asah degani shu İmam Shafi'ning kelgan ikki xil qarashning to'g'rirog'i, ikki xil qavlning to'g'rirog'i javoz demoqchi. Qala va fi ahliyatil abd wal fasiqi lahu qawlan. Qululan fasiq ashundan ya chiqqan narsani olib qo'ysa bo'ladimi, bo'lmamdi? Shuning salohiyati bormi degan masalada İmam Malikdan ikki xil so'z kelgan. Favajhul man'i adam ahliyatil wilaya. Nima uchun olib qo'ysa bo'lmaydi desa, chunki Abdullah fasiqningki viloyati yo'q, ya'ni vali bo'lmaydi bo'lar degan. Wa wajhul jawaz umum ahadisil luqata. Joizlikning dalili bo'lsa, shu
ap qo'ysin, yad uchragan narsa ap qo'ysin degan hadislarning umumi dalil bo'ldi demoqchi. Kafirlik bo'lsa bo'lmaydi degan. İslam davlati bo'lsa, kafirliga siz yad uchrab qolgan narsa ummaysizlar deb qonun chiqaradi. Mesaj bo'lmaydi degan javoz bo'ldi desam odam o'xshash. Wa amma al-luqatatu bil jumla. Endi yadin biz oldigan narsa keraklar, mol, narsalar umuman qilib aytganda fa innaha kullu malin li muslimin mu'arradun lid-daya'. Qanday narsa biz aslında yadin elib olamiz, ap qo'ymaymiz desak, musulmonning zoya bo'lib ketib qoladi degan har qanday mol mulki narsa bo'lib qolsa biz ap qo'yamiz. Yani musulmonning mol mulkini zoya qilishdan qo'g'dash majburiyatimiz bo'lg'achqa. Kana dalika fi amir al-ard. U nayt avat bir joyda bo'lsin, aw ghamiriha yoki cho'lda xarob bir joyda bo'lsin. Qanday yad bo'lsin, qo'yiladi demiş. Wal jamadu wal hayvanu fi dalika sawa. Hayvan olsun yoki jonsiz narsa bo'lib qolsin, o'xshash. İlla al-ibla bittifaq. Faqat lam tuga bundan mustasno. Tugini ap qo'ymaymiz. Bittifaq degani masala bo'lmaydi. Imom Abu Hanifa tugini ap qo'ydi. Yani ittifoq degan hozir ittifoq yo'q. Ko'pchilik olimlarning nazarida tugini ap qo'ymaydi. Qo'yib turadi. Tugini ap qo'yish bo'ldi. Hadiskin cevap verdi. Wal aslu fil luqatati hadithu Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu. Luqata shunda chiqqan mal, biz ap qo'ygan mal, mulk, narsalarda asosli dalil Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhuning hadisi shu asos. Wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطات. Yani pul olsun ya başka narsa olsun çıkan bir doğruluk söyledi. فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. عفاص degan xalta ya hamyan ya portmol degan narsa. Mesela bir pulni da xalta silib, og'zini bug'ab qo'ygan xaltaga aslında pul narsa bo'lib qolsa, shuningki xaltasi, ya'ni hamyan qanday rangda, qanday teridan, xurumdan qilgan moya nima. Anda uning bo'qishi mundag'aydi. Shu chog'dan har xil bo'qishlar, har xil yangish qilib qo'yish mumkin. Ashuni xaltasini, hamyanning xaltasi va uning bo'qishini obdan tunib olgan deydi. Manda turli hamyan rengi manda ya o'z vaqtida marka olgan bo'lsa markasi manda deydi. Andan uni bo'qishi xurumda bo'lishi mumkin, jip bo'lishi mumkin. Ashuni obdan tunib ol dedim. Summa arifha sana. Andan uni bir yil jakalig'ini tunutqin deydi. Ya'ni buning sifatini demasmi, men pul topib oldim. Pul yutayotganlar mana qishimkason. Ana buning manda shakldagi hamyan. Rengi manda, buning bo'qishi mandati deb sifatini deb berib, ishida manjpulati deb berib, andan topshirib demak. Fa in jaa sahibuha wa illa fasha'naka biha. Bir yil qadar egisi kapqas keldi. Kammisa andan o'zing bitirib qilarsan. Fasha'naka biha degan o'zing bitirib qil deganda. Ya'ni foydalansang bo'ldi degan mazmun bor. Qala fadallatul ghanami ya Rasulullah. Bu sahaba unda olsa ezib qolgan qo'y narsacho. Buni qanday qilamiz? Ushrab qolsa, egisiz qo'y ushrab qolsa qanday qilamiz? Qala hiya laka aw li akhika aw lidab. Bu sana bo'ladi. Sana nisb bo'ladi. Yoki qirindishiga nisb bo'ladi, yoki bo'riga nisb bo'ladi. Yani qo'yni unda amma qo'yib qo'ysa, ya bo'rishi mumkin, ya yana bir joydan ilishi mumkin. Ya sen alsa, ya qirindishing oladi, yoki bo'ri oladi. Qala fadallatul ibil. Shundan bu sahaba tugining izib qolgancha buni
Asla uygaşlıktan da okuyam da. Yani ki şu çağda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklap kalgan. Ta işki manzı kızırıp ketken. Malaka. Nümkara onunla. Senin nimişin tügülen. Malaka ve laha. Senin onunla nimişin. Ma'aha siqa'uha. Onunla billah özde su kaçısı var. Yani bu sunu kaçılı olur. Kaçılı olanken şuna 15 gün 20 gün su içmey çöllerde anda sefer kılar. Çöl kiymesi de şu. Siqa'uha gibi su kaçısı, zapas su kaçılı olduğundan kaçısı üzler bunu. Yani suya ihtiyacı yok. Ülep kılmaydı su doktu. Vahida'uha. Özden tuyuqda ya kaşımı billah. Yulmağa ve düzmanıp cevabı beraberdi. Teridulma mana berib su içkili beraberdi. Menap. Ve ta'kulu şecera. Daldaraxildan, o'tlaşildan yalaydi. Hatta yalqaha rabbuha. İgisi onu tapqan kadar su içip yeb hayatını saqlab qoladi o. Sen onu qo'lda no'q qo'ysanmi, bilib qolmaydi. Bo'ri kelib qolsin, bo'rini tashlab bu jo'shtira oladi. Bo'riga ham bo'lib ketmaydi. Ve hada al-hadith yatadammanu ma'rifata ma yultaqatu mimma la yultaqat. Yani bu hadis hozir nimani biz yo'ldan olib qo'yamiz, nimani olmaymiz degan narsani o'z ichiga oladi dedi. Ve ma'rifata hukma ma yultaqatu. Yana yerden olib qo'ydigan narsaning hukmini bilishni o'z ichiga oldi. Kayfa yakunu fil 'ammi wa ba'dahu. Yani bir yil ichida qanday oldi, bir yildan keyin hukmi qanday oldi, buni o'z ichiga oladi. Va bimada yastahiqquha mudda'iha. Ondan uni mening ketdi deb chiqadiganlar uni nimaga asosan topshirib ola oladi. Chunki shu suftin deb bersa, bunda nasibdi, bunda hamiyatdi, buni bunda nasibati deb bersa, ondan topshirilganligini o'z ichiga oladi. Fa'ammal iblu fattafaqu ala annaha la tultaqat. Tugini olib qo'yish bo'lmaydi deb ittifoq keldi dedi. İmam Ebu Hanife olib qo'yish bo'ldi dedi. Wattafaqu ala al-ghanami annaha tultaqat. Qo'y olib qolsa, uni olib qo'yish bo'ldi deb ittifoq keldi. Chunki qo'yni olib qo'ymasa, biror kun suvsiz qolsa olib qo'yish mumkin, ya bo'rib ketishi mumkin. Shuni saqlab qo'yish lozim. Wa taraddadu fil baqar. Kalib qolsa, kalni qanday saqlab taraddud qildi. Tugiga o'xshashlar qaramdoq yoki qo'yga o'xshashlar qaramdoq. Va nasu an Shafi'i annaha kal-ibil. Imom Shafi'i buni shu tugiga o'xshash deb qoldi. Kalima tugini hukmida debdi. Lekin kalimanda uning suvi bilamasmi? Su qasir o'lg'ash yo'q uni. Faqat bo'ri ketsa o'zini qo'lga oladi kalam. Imom Ahmad bu mushqarashda. Va an Malik annaha kal-ghanam. Imom Malik qo'yga o'xshatib uni olib qo'yish lozim debdi. Va anhu xilafun. Yana Imom Malikning qarshi bunday emasdi, bunda deb talash-tartishib qolgan qarashni rivoyat qildi dedi. Yani xil gap qilganligi rivoyat qilingan debdi. Unda ekan ifas degan shu hamyonninki xaltisi yoki portmal deylar. Vika degan shu hamyonninki bo'qchi. Bo'qch. الجملة الثانية وأما حكم التعريف أن تنشترب هنا من دا تلتب والدم إيجيسي كيم دب إعلان قلب جكالش مسلسل حكم كاسك فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم خوي بمسلم ونندم باشناسını sel bir kımmetuan asıl lahu bal diye sel bir kımmetuan asıl olsa buni bir yil tunishtirishga, e'lon qilishga ittifoq keldi. Bir yil qadar e'lon qilib jakalash lozim. Vaqtalafu fi hukmiha ba'da sana. Endi bir yil jakalagandan keyin qanday qilamiz? Bunda ixtilof chiqib qoldi. فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور bularning namazda idan qadat bir yil o'tib ketib qolsa kana lahu an ya'kulaha in kana faqiran o'zi faqir bo'lib qolsa yeyvasi bo'ldi, ya'ni foydalanasi bo'ldi demakchi, ishlatsi bo'ldi. Aw yatasaddaqa biha in kana ghaniyan, lekin o'zi boy bo'lib qolsa uni sadaqa qiladi.
فإن جاء صاحبها إن صدق لوت يا يبتش نما فإن جاء صاحبها كان مخيرا إن صدق لوت كان إيجس كاب قاسا إيجسنا اختيار لقلبان كده مجنون طلعته بين يجيز الصدقة صدق سنة حساب بلابتن من نامن صدق كم بلابلا حساب بوسون ديوس بول كده فينزل على ثوابها نقول كده ثوابها عشان إيجي بولانجم دارسا شو صدقنا ثواب سلك بوسون صدق حساب بوسون ثواب ما بوسون لكن أو يضمنه إياها يا كه onu tülep durdu. Sadıklıvetken şey, tepbağın kişi sadıklıvetken onu. İlgisine ruhsuz sadıklıvetken. Daha diken, kalkman, bana bakar sadıklıvetken diken, bu nazine şu ilgisi tülep durdu. Sadıklıvetken nazine özü yeniden sadıklıgan buldu. وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَنِي هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَوْ يُنْفِقَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ mana. Bay kişi çoğunda, kembeğalını olmasan yuvesi buldu, işletvesi buldu dedim. Yani bay kişiye bir yıl onu cekalap, elan kılıp, kuhtırış elan kılandan keyin onu yuvesi yap, hecvesi bulamdı. Fakale Malik ve Şafii lahu dalik, hecvesi yuvesi buldu. İmam Ahmed bu şu, İmam Malik ve Şafii bulamdı. Cumhur yuvesi işletvesi buldu dedi. Ve kâle Ebu Hanife, leyse lehu en ye'kuleha ev yetasaddaqa biha. İlla leyse lehu illa en yetesaddaqa biha. Ya bu doğru hazır ibaret. Leyse lehu en yakulaha. Leyse lehu en yakulaha. Hiç bulmaydı. Bay hiç bulmaydı. Hiç bulmaydı. Ama ya ki ev yetasaddaqa biha. Ya ki sadakıldı ya hiç bulmaydı. İkiden biri demek. Bay ibarama bir karış doğru. Leyse lehu en yakulaha. Ya ki leyse lehu en yakulaha. وإنما يتصدق بها. Hiç bulmaydı lakin sadakılıydı doğru demiş. Bizimkide illa yok. Leyse lehu illa yetasaddaqa biha desek multa. Hemen sıfır. Yani bu paydansız bulmaydı özü. Şu sadakılıydı. Özü yemeydi, hezmeydi. Yani iyi olamaydı onun kadar demek. وَرُوِيَ مِثْلَ قَوْلِهِ عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من التابعين. Hazreti Ali'den İbn Abbas'tan sahabıldan usulda rivayet kılıngan daptı. Yani İbn Mes'ud'dan mı kayganmış karaş? Osman'dan İbn Umar'dan mı kaygan? وقال الأوزاعي إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال. Cık mal dünya olup kalsa bu, 1 milyon işlerip kalan bolsa bu beyt المال birisi doğru daptı. وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة. Müşradan cumhurun yani İmam Malik ve Şafii depto İmam Malik ve Şafii ve Ahmed'nin qarashlarida qarash kelgan. Navaki İbn Mesud'dan şikil qarash kelgan bo'ldi. İbn Umar'dan şikil qarash kelgan bo'ldi. Ve kulluhum muttafiqun ala ennehu in akalaha daminaha. Hammaylan birdek ittifoq deydi. Juqurqlarning hammasi deydi. Aş bay yevetken bo'lsa, qada qildi? Daminaha sahibi. Yevetkenning kin iskab qalsa İlgisi kütülep durdum. Kim var? Ha? Hammalar ittifaq. Hadi bayının gibi mi abi? Kembaganligi de muhayyar durdu. Kembagan Abu Hanife tölep qalan muhayyar. Lekin muhayyar dinimizde sadiqisi muhayyar durdu. Lekin ivas şu. Yani ivasını tolaydı şu. Ivasını pakardan da bunu sadaq buldu demek. Yani tolaydı. Abaşti ittifaq ketken. Tolaydı yani. وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها. باي دبتر لازم هذا. باي يتقاسا برجلدين كان. يسكب قاسا تلبردو. إلا أهل الظاهر. ظاهر الله تلما يدبول كتة. واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام. هذا استدل مالك والشافعي دقيقة قرغاندا. وكلهم متفقون لأنه شو كينكي مسألة دقيقة يبمع. Yani bay yevetken takdirde İkisi kim? Tüleydo degan. İmam Malik bilan Şafii ve İmam Ahmad mu dalil qildi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zni fasha'naka biha o'zing taraf qil deganda. Va lam yufarriq bayna g'aniyin va faqir mana. Kambag'al va boy deb ayrimida degani hozir boyning gapiga dalil qilib o'tiradi mana. Ha? Kambag'alga o'xshashmi shu demoqchi. ومن الحجة لهما يعني بو جمهورنا دليل بلادنا دسلادن ما روى البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال
وجدت سرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته 3 yani 3 yil aqaqidan tanıştırıptı. 3 yılgacha ismandikin andan kepti Resulullah'ın gışı. فقال احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. Onun xaltısı bilan, hamyanın xaltısı bilan onun boğusunu saqlab qo'yapsan. İşletib. Igis kep qalsa keldi. Bo'lmasa sen işletibsan bo'ldi demoqchi. Bu Buxoriy va Tirmiziyda Muslimning bab var. Igis kep qalsa neyini Tüleysen engel. Lekin ma'lumotlar bundan dalil bo'lgan yeri tülashtirmaslik emas. Aslida bay yemasi bulandu bo'lmamda degan dalil. Shu fastamta biha degan dalil qilyapti. Hozir yigit tutus bo'ldi degan dalil. Va xaraja at-Tirmizi va Abu Davud fastamfiqha. Yani ashunning rivoyatida fastamfiqha deb kelgan dedi. Nima bu? Buxoriy Muslimning bor fastamfiqha degan mush rivoyat. Yani onu hecla degan mustamfiqha. Yani sınıf bulup getirdi mi de? Onu hecla faydalan dedi. Yani sınıf bulup getirdi degan gap yo'q. Cumhurimiz ittifoq keyin kaplar so'laydi degan gap. Shu mulki bo'lmaydi degan gap shu. Davom ekan sababul xilaf muaradatu zahir lafz hadith al-luqatati li asl ash-shar'. Mush hadislar, luqataning hadislardagi mush lafzning zahiri şa'naka biha, istamta' biha, istamfiqha degandek iboralar shunun zahiri shariatning asli o'g'an bir qoidaga zid kelib qoldi dedi. Shariatning asli qoidasi bir odamning mol mulki bir odam undan bir odam foydalanadigan shu. İcazet bermasa. Wa huwa annahu la yahlu ma'al muslim illa an tib nafsin minhu. Davom ekan, hozir bu yerda asli qoida bilan bu hadisning lafzining zahiri zid kelib qolgan ekan, faman g'allaba hadal asla ala zahir al-hadis ashu mustahkam qoidadan tutqanlar hadisning zahirini qo'yib qo'yib va huwa qawluhu ba'da at-ta'rif fasha'naka biha mana bu zahir al-hadis qaysida ta'rif qilgan fasha'naka biha fastamfiqha fastamta' biha degandek lafzlar. Demak asli qoidani zahirdan a'lo bilganlar qala la yajuzu fiha tasarrufun illa bis sadaqati faqat mana Onda faqat sadaqlar qilib qo'yish bo'ldi, foydalanish bo'lmaydi. Ala an yadmana illam yujiz sahibul luqatati as-sadaqata. Sadaqa qilgandan keyin igis qilib, ya sadaqa qilishni to'g'ri topdim. Mana bagin desa, yendim birdi. Sadaqa o'ziga bo'ldi. Bular kimlarda? Abu Hanifa. Wa man ghallaba zahir al-hadith ala hadha al-asl wa ra'a annahu mustathna minhu qala tahillu lahu ba'da al-'am. Bir yildan keyin foydalansa bo'ldi, uni halol bo'ldi dedi. Va ya malun min mali, u o'zining mulki u. O'zining puli bo'lib ketdi shu dedi. La yadmanu inja sahibi, igis kasini to'lamaydi. Bu mening bo'lib ketdi, bir yil o'tdi, mening bo'lib ketdi deb turoldi dedi. Bular zahiriylar. Illa ahli darizga bayatın. Zahiriylarmış. Wa man tawassata, o'ttir to'g'alicha qala yatasarrafu ba'd al-'am fiha. Bir yildan keyin uni tasarruf qilsa bo'ldi. Va in kanat aynan, ya'ni yatasarrafu ba'd al-'am fiha va in kanat aynan. Ya'ni pul bo'lsa bo'lmas, ayn degan mishada pul yoki naqd tovar biznesi bo'lsa bo'lmas. Shunday bo'lsa, buni bir taraf qilib xayriyatda ishlatdi. Ala jihati daman, lekin qanday shaklda ishlatdi? Iqtiqosi to'lash asosida ishlatdi. Mana mulk bo'lib ketmadi, buni ishlatdi demoqchi. Yani igiskasi tulab birdiganga ishlatdi demoqchi. Bu jumhurning qarashi tavassut. Deganda Hanafi mazhab fikri shu zahir lafzlarga qanday tushuncha bergan? Fasha'naka biha, fastamta' biha, fastamfiqha, fahiya lak degandek shu iboralarga qarta qanday javob qaytgan bo'lar. Qoidasiga zid kelib qoldi deganda bir deyish mumkin. Lekin shu iboraning o'zi sal boshqacha ma'nosi og'li bo'ldi. Yani fasha'naka biha degan sha'naka biha fil hifz va riaya, saqlab qo'yash, asrab qo'yash, igisini kutib saqlab qo'yashda sen bir taraf qilgan bo'ldi deydi ekan anaqa. Ondan fastanfiqa deganda sen sadiq qilib hajla uni degan bo'ldi. Sadiq qilib hajla.
Unda tushunishda bular Muslimning rivoyatida bir yildan keyin tanishtirib kelmasa, nima degan? Kanat wadi'atan indak. Sen qo'lingda bu omonat. Bir yil tanishtirib kelgandan keyin kanat wadi'atan indak. Undan bu o'zi ishtiyoz bo'lmaydigan omonatdek bir nima bo'ldi demak ekan. Endi bu usulni qanday qiladigan olmasa mesela problem Suriye ya aldı. Hadi Apple'dan ekan. Eliş aldı tutdu. Endi Apple'da qo'lda bu narsa. Endi bu xalqning omonati igisi boshqa bunun. Endi boshqa odamning narsasini u odamning ruxsatisiz men sadiq qilib ishlasam bo'lamda bo'lmaydi. Bag'er. Yerdan Apple ish masalasi emas. Sadiqlar shu qat'iy bo'lmaydi, mesela sadiqlarim yo'q, bu ishchilikni bizim köprünün beyazlarına bakalım çıkıp beyazlarına çıkıp seyrek mümkün yok der mi? Ziyaretler bir kere yok. Seyrek olmaz. Sonra sizge ihtiyacını vardır. Ben razı bulup da kıygalları doğru olsun, meyilliden dese sadık oldu. Ya ben sadık olmak için şudumu bunu ekazılsa bir iş gerek. Eğer sadık olsun kalmışsa şu öyle aşında saklap koydan. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yılında saklap. Mesela 15 yıllık onun balası gibi falan bir şey yok. Ya meyli. Amanet gelmemde uzun geçsin mi? Yakin de nüveke tapşırıp versen Qazixonaga qazi hükümet o'zi biz tarafdasi bo'ldi. Amanet saklab qo'yadi. Çünkü mol-mulk degan bu xalqning haqqi. Rozi bo'lmasa, ko'ngli rozi bo'lmasa olmaydi. Ba'zi narsa tushirib qo'yib keyin ba'zi odamni jiyarda tutib qilib, turmushga chiqib ketib, uni so'z qilolmay netijadan keyin kirishi mumkin. İstəsə bular olacaq. Əgər iskəb qalsa, məsələn, açıqını birən, məməni bir əciz bul. Kəbbağınlar ki, çəkdəyini bilinməyi qalır. Adətən yüzüyə qalsa, yüzüyə bunu, məsələn, yeni qoğunlu qədər tüpləyə sonra tərəf qoyaydı. Bu arada yüzüyə bu tək qaldırırsa, belki benim deyişim mümkün. Yüzüne tepaldım meydan. Pul tepelde, pul iştirakkarlık hası degan keyin sana neç pul iştib ketgan desa, 100 koy manda bir qog'oz desa birdan gel. Yo'q, 500 koy iştib ketgansa, maslahatini. Masalan, İmam Rabi'aninki dadisi ayoliga omonat qo'yib, pulni 25 yildan keyin kelgan. Xotin pulni olma degan. Aslında uzun zaman ötep ketkendan keyin kirishi mumkin. Wa amma hukmu daf'ul luqatati liman idda'aha. Mening kitdi deb kelgan odamga berish masalasi. Fattafaqu ala anna la tudfa'u ilayhi idha lam ya'rif al-i'fasa wa al-wika'a. Ashu hamyanning xalqisining munda sufta masalan yoki onun boğuşmanda hatta işdeki manşpul tilavati ya tengivati ya dollarati ya yanvati da bunda bilmese bunu bas olmaydı. Elbette bu hadiste şu çağının şaraitida hamyan aynı boğuşluk haltı boğaçqa muş ikki narsin degan. Ba'zida sanini mo degan. Lekin hozir masalan u narsa turli narsa bo'lib ketgandan undan boshqa narsa asosli shuni o'ylaydigan narsa bo'lsa sifatlarni so'rab andan birdan. Mesela telefon olib qolsa, bu telefonning markasi qanday? Uning ichidagi bilan tonish bilishning nurini bilib baxslar ya qanday ismi bor buning ichida ismlangan degandek ba'zi markasini emasdan rangini so'rab bas qildim. Vaqtalafu ida arafa zalika asas bir ishga sifatini bilibdi masalan. Manda turli xalta rangi manda, uning bo'qishi manda deb bilgandan keyin, deb bilgandan keyin al yahtaju ma'a zalika ila bayinatin amla. Undan boshqa bir isbot lozimmi? Faqala Malikun İmam Ahmad bin Billah yastahiqu bil alama. Aş alamatlarni deb bersa, belgilarini deb bersa, bo'ldi yetarli shu. Igi bo'ladi shunga. Wala yahtaju ila bayina. Ayrim bir dalil paket kerak emas debdi. Wa qala Abu Hanifa va Shafi'i la yastahiqu illa bi bayina. Alamatni deb bergandan keyin yana dalil paket bo'lishi kerak debdi. Wa sababul khilaf mu'aradat al-asl fi ishtirat ash-shahadati fi sihhat ad-da'wa li zahir hadha al-hadith. Endi da'vo dasturlarda odatda isbot lozim shunami? Ya bir isbot ya guvochi bo'lish kerakdi. Bu umum qoidadir da'vo dastur. Hadisda
bunda belgisini deb bersan bo'ldi deganda. Undan keyin bu asli qoidalar nima zikr qilgandek bo'ldi. Faman ghallaba al-asla qala la budda min al-bayna. Undan keyin asli qoidani a'lo bilganlar pak bo'lish kerak dedi. Shu pakning ichida yezillik masalan ta'lum, jar setib olganligi isbot igdachlik yoki ichki guvochi degandek narsa bor. ومن غلب ظاهر الحديث قال لا يحتاج إلى بينة وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي هنا وأبو حنيفة إمام الشافعي وأبو حنيفة قواتي هذا الإثبات طلب قلده بنوندا شرط قلده نمشي لأن قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها مشو سوز رسول الله يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط عنده بغيرها أشهميان başqa özünün yendigan yollarga aralashib ketmaslik uchun shuni bilib ol deganni bildirishi mumkin-di. ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء. Yani bir ihtimal ilgisi kelib qolsa, şunun sübutini so'rab, ondan shuni berish uchun tunib ol degan bo'lishi mumkin. فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل. Nahotki shunday ehtimolli bo'lgan ekan, biz buni nima uchun bunday deganda deb bilmay, asl qoida nimaga fakt bilan isbotlashdan iborat asl qoida qaytib deydi. فإن الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها. Bunda usulga ziddigan ehtimollar bilan o usulga qarshi qilmaydi. İlla an tasihha ziyadatu allati nadhkuruha ba'd. Faqat lamda biz bunnikin tilga oldigan, bayon qildigan shu hadisning rivoyatiga kelgan ortiqcha bir jumla shu sahih bo'lib qolsa, u chaqda usulga qarshi fikrab tura oladi. وإن مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد يعني يذكر أن يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير ويصف العدد. إمام مالك وإمام أحمد بالله إمام مالك الآن إمام مالك شاگردلari aşhamiyanning sübtini va boqishning sübtini sifatlash bilan birga yana shu hamyandagi tillarning sübtini deb berish kerak. Masalan 10 misqallikdan mancha, 2 misqallikdan mancha, $100 mancha qog'oz va $50 mancha qog'oz va degandek. Val adad andın sanını mancha $1000 bor bunda deb berish kerak. Qalu va dalika mavjudun fi ba'd rivoyat al-hadith mana. Bu adad degan nima? Ba'zi mushahidisning rivoyatlarida kelgan. ولفظه فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه وعددها ذا كاجن. قالوا ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء. بلدتنا صن بالمسمى أشهميان ولن هميانның boğuqçı هميانның sübütünü de biralsa bula urdu öğrettim. Çünkü bazen de neşbul haydat neşbul kaptaki yani şunda isimde bulması mümkün. Mesela bazara çıkıp neçkün pul haydatın. Endi babını neçbul haydat buldum, neçbul kaldı bazıda onu sana bakmandıkken okuması mümkün. Del diyemeyim. Ondan ki aşağı هميانның sübütünde bazı meyli buldu olmak. Ve kezalike inzade fi. Yani artık da sarsılmaz. Çünkü bazı esli yok ama da haydat boğanın esli yok. Zikrar da sarsılması mümkün. Mesela onun bargen bo'lsa amaliyotda 9000 qolgan bo'lishi mumkin. Mayli dedim. Vaqtalafu innaqasa min al-adad ala qawlin. Ammo degan son asli basandan kam bo'lib qolsa, asli 10000 bor ekan. Lekin bu 9000 va $9000 bordi bu hamyonda degan bo'lsa, ikki xil qarash keldi dedi Imom Malik. Wa kadhalika ikhtalafu idza jahala as-sifata wa jaa bil-'ifas wal-wika'. Yani de işrika şu pullarning sübutini deb bilinmay. Bilamoqda. Neşpul paşpul, neşpul kutum, yüzgölük neçselik neçse tadisiyor. Ya dollarmı, yani istiyor. Hem yanından sübutlarını deb bilalibdi. Bunun da bu xil qarash oldu. Ve amma iza ghalita fiha fala shay'a lahu. Lekin aşı hem yanından sübutini deb birisi xatolik qilsa, uni berilmaydi. وأما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما أشهد استبيان قيغان عفاص لهم كان قسم برسم ديالسة
وجهل الأخرى يعني برسن ديمسا فقيل إنه لا شيء له إلا بمعرفة ما جميعا برقراشتا شكليسن بالمسا birilmaydi birisini bilishlar birilmaydi debdi vaqila yudfa ilayhi ba'da al-istibra yani bir qarashda uni obdan cho'nqurlab tekshirib aniqlagandan keyin andin bermez istibra degan talabul baraa yani ras mushinimi emasmi yolg'on gap qiladimi ras gap qiladimi deb aniqlab bundan har xil gapni so'rab yurib andin xotirjam bo'lganda bermez vaqila in idda'a al-jahalata istibra yani bir qarashda buni bilmaydi ekanman deb tursa yoki aniq emasdi bu bilmaydi ekanman deb tursa uni ko'rsat so'raymiz deb tur va in g'alita lam tudfa ilayhi agar xato deb solsa berilmaydi yani men qarashdan bo'lsa men tez bilamadim tez esimda yo'q qanday rangdagi portmaltiki yo bu qanday rangdagi deb nanib qolsa yani ko'chlab so'rab boqamiz agar xato deb qolsa qizilni ko'kdi deb qolsa berilmaydi deb vaqtida al-madhhab yani imom malikning mazhabi shixil qarash so'rab qoldi idza ata bil alamati al-mustahaqqati hal yudfa ilayhi bi yamin aw bi ghayri yamin ashu nasninki shukutin deb turibdi deb qo'yganga buni qasam qildirib beramdi qasam qildirmaydan shu shukutin deb turgankin bir o'tamdi degan masalada ixtilof chiqib qoldi deydi faqala ibn al-qasim bi ghayri yamin qasam qildirish ketmaydi uni hadisda qasamning gapi yo'q-ku imom ahmadning o'z qarashini tutgan وقال أشهب بيمين أشهب قسم قدرمز أنت كم تختار بيسنده شن لان مقلد دمج وأما ضالة الغنم يقول قلان خويدم باش قصير جنتو أن خوي إذا تزب كتب إجستن أرلب جاد أشرب قاسا فإن العلماء اتفقوا على أن الواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أن يأكلها Ulamalar ittifoqlashdi deydi. Avat gullangan joylardan yiroq bo'lgan cho'l bayovallarda ezib qolgan bir qo'yni uchratgan kishi u qo'yni yevasi bo'ldi degan ittifoq. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam fi shati ya laka aw li akhika aw lid-dib. Mush hadisga asosan yevasi bo'ldi degan. Ya laka degan sen foydalansan bo'ldi. Yoki qirindishing foydalandi yoki bo'ri yeydi demak. Yani sen yeyse ya qirindishing yeydi ya bo'ri yeydi deganda. Vaqtalafu hal yadmanu qiymataha li sahibiha am la. Kim iskab qoldi buni? Yeb qo'ygandan keyin. Mening qo'yamdan yutib ketgan. Sizlar yeb qo'yibdilar. Endi yeb bo'ldi desa, uning pulisini egizib to'lab beramdi, to'lab bermamdi. Faqat jumhur ulama innahu yadmanu qiymataha. Jumhur ulamalar azar qimmatini to'laydi deyishnaman. Endi oyatda jumhurlar Abu Hanifa nuqtani qo'ydim boshqada. Bayada mevassa uni keyin to'lab beramdi, to'lab bermamdi. Yis bo'lamdi, bo'lmam degan ixtiloflashgan. Nima? Endi jumhur shu yerda yis bo'ldi deganga musho hadisning fashatnaka biha, fastamta biha, istamfiqa degan iboraning asosini yis bo'ldi deganda. Miyadamda yisi bo'ldi, qo'ynimi yisi bo'ldi. Lekin keyin to'laydi dedi. Keyin to'laydi degani buning mulki emas o deganni bildirdi. Buning mulki emas deganlik chiqdi. Agar uning mulki bo'lib ketgan bo'lsa, to'lamaydi. Demak bu uningga ega bo'lanmaydi deganlikni bildirdi. Ega bo'lanmaydi. Uni foydalanishga ruxsatdir, vaqtli foydalanib turib, keyin to'lab berishga ruxsat qilindi desak mayli. O'zimizdan yesdim bo'lmaydi. Lekin hadisda yeb tug'in, foydalanib tug'in degandek so'zlarni yalaka, istamta biha, istamfiqa degan so'z ishlatgan ekan bu ruxsat deymiz. Xuddi muallaq holatda foydalanib turish, yesqasa to'laydigan bo'lmasa, foydalansan bo'ldi dedi. Lekin mulkingga degan gap yo'q hadislarda. Foydalanib tur degandek birini. فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتها وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه إنه لا يضمن. İmam Malik zahiriyle o'xshash zahirlar masalada kim isqasini to'lmaydi degan ma'noda yapog'angan to'lmaydi debdi. Yani fi أشهر الأقاويل degandan nimani bilmaymiz. İmam Malikning jumhur bilan birga boshqa qarashlarni kelgan, lekin mashhur qarashi.
Tülmeydi depti. Ve sebebul hilafi muaradatu zahiri kema kulna lil asl al ma'lum min ash-şeria. Asl ma'lum min ash-şeria la yahdu ma'lum lil muslim illa bi tib nafsi minhu degan babda. Ruhsizsiz, razisiz his bo'lmaydi. Ama zahircho iyalaka dedi. İlla anna malikan huna g'allaba zahira. İmam Malik bu yerda zahirni g'olib qildirib, zahirni oldi dedi. Fajara ala hukmi zahir. Zahir nima? Laka olganki laka olib ketdi. Sen mulking olib ketdi, sen to'lamaysan degan gapni oldi dedi. Yerda zahirida tutgan qarashda bu yerda oldi dedi. Qo'ydim boshqa masalada bay yetib qolsa to'lamaydi degan to'g'ri, bir yildan keyin to'lamaydi degan. Endi hozir bu yerda shu zahirida tutgan qarash bo'yicha zahirini oldi. Walam yujiz kadalika at-tasarrufa fima wajaba ta'rifuhu ba'da al-'ami. Vacaba ta'rifuhu degan nimitda qo'ydim boshqa narsani aytdi. Tushunami? Qo'ydim boshqa narsalar bir yil sen e'lon qilding uni. Tushunami? Mishadagi ibora na kuchli bo'lg'achqa bir yil ta'rif qilish vojib bo'lgan narsalarni bir yildan keyin tasarruf qilish joiz emas deb qardi dedi. Bir yildan keyinmi, ya'ni ishlatmay yana saqlab qo'ysa deganda gap qilgan. Bir yildan keyin mushur vojib bo'lgan degandek. Bilan qilish vojib degan narsada bir yildan keyin tasarruf qilishni joiz deb qaramadi dedi. Liquvvatulloh da buni. İşletmeyse demekçi. Bu yerda lafzı ve kuchli kelganlikni aytsin. Zahir lafzı. Belki 3 yil deyish mumkin bular. Bizdan 3 yil deyish mumkin. 3 yil ta'rif qilsa yoki Makka bilan hojininki deyish mumkin. Baştaki göz karşıyım Muhammed'den şahidi buludu işlerse diye. Bu hani bir şey şunda. Ama zikret konuda çıkar. Mekke bilan hojininki bo'lmaydi deb qardi deydi. Va anhu rivoyatun ukhra annahu yadman. Ma'u yadman degani jumhurning qarashi bilan o'xshash chiqqan qarash. Va kadalika kullu ta'amin la yabqa idza khashi alayhi talafa in tarakahu. Yani uni ammay qo'yib qo'ysa buzilib ketib qoladi deb ansirgan narsa bo'lib qolsa oladi uni. Shunami? Og'anikin uni eski to'laydi, yevatgandan keyin to'laydi. Va tahsilu madhab Malik. Adr mushu xuddi nimaga o'xshash, qo'yga o'xshash demak. Kullu ta'amin yuxsha talafu degani ash qo'yga o'xshash. Ama uni bijil saqlasa buzib ketadi. Qishiltib, yetib, keyin eski kelib qolsa to'lab turdi demak. وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه الإمام مالك'ning ba'zi bir tafsili shunda qarashlar bo'lg'achqa shogirdlari İmam Malik'ning mush masalaga qarashlarini xulosalagan. Annaha ala thalatha aqsam 3 turga ayirib xulosalagan. Qismun yabqa fi yadi multaqatihi qo'ygan kishining qo'lda qoldigan bir turi ekan bu. Va yukhsha alayhi talafu in tarakahu. Ga tashlab qo'ysa buzilib ketadi deyilgan ekan bu. Yani tashlab qo'ysa buzilib ketadigan. Agar ap qo'ysa, qarab qo'ysa buzilmay turadigan narsa. Yani ap qo'ygan kishining qo'lda tursa saq turadigan. Va yukhsha alayhi taraf in tarakahu tashlab qo'ysa buzilib ketadigan. Ba'zi o'ylab qoldi ayollar yoki buzilib qolgan narsa va asrab buni sallallohu qo'yib qo'ysa to'nglar xudo turadigan bo'ladi. Kel ayni vel arud. Qismun yabqa fi yadi multaqatihi. Hep qo'ysa saqlanib qolgan. Va yukhsha alayhi taraf intarak. Tashlab qo'ysam ya to'pining ostida qilib ya tushirib ketib, buzilib ketib qolgan. Yomg'irda bo'ronda qilibchi. Bu nimaga o'xshash? Kel ayni. Mas pul va tovarlarga o'xshash. Buni tashlab qo'ysa buzib ketishi mumkin. Va qismun la yabqa fi yadi multaqatihi. Ya'ni bir turi ap qo'ygan kishining qo'ldimi uzun turmaydigan. Va yukhsha alayhi taraf intaraka. Tashlab qo'ysa ammay buzib ketadigan. Kashshati fil qafri. Mas cho'l bayavaldiki qo'yga o'xshash. Uni bo'rayib ketishi mumkin. Ya ochliqda o'lishi mumkin. La yabqa fi yadi multaqatihi uni saqlab o'tirmay yutadi demakchi. Bu bir bo'rga o'xshash. Adam bo'risi. Va ta'am allazi yusri'u ilayhi al-fasad. Yana tez buzib qolgan yemak-shmaklar. Va qismun la yukhsha alayhi talaf. Yani bir turi buzilib qoladi deb ansiramaydigan narsalar. Famal qismul awwal huwa ma yabqa fi yadi multaqatihi va yukhsha alayhi talaf.
pul masalan ya tovar binasilar fa innahu yanqasimu thalathat aqsam mushuni 3 ga ayiribdi balki bu 3 ni 9 ga ayirish mumkin Maliki mazhabning o'sha odati ahadaha yakuna yasiran la bala lahu birinchi turi bu ozgina bir narsa uning qadr qimmati yo'q ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاته onun tayin yo'q narsa bo'lg'achqa egisini izlab ketmaydigan masalan bir odatdagi bir ko'ra qalam tushib qolgan bo'lsin izlab yurmaydi balki masalan ya bir atal olma tushib qolgan bo'lsa izlab kelmaydi tamam فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده buni e'londan min chiqarib bir tal olma tushirdi ya mevchiga tushirib qo'ygan bo'lsa biz ma'lum qilsin mevchiga uchrab qoldi deb masalan ya bir tal qalam tushirdi deb uni yezib e'lon qilib undaq qilib ishlatyapsiz bo'ldi Abdullah ibn Mubarakdan birisi darsxonada bo'lgan savodoshlarimdan birisi Düvetiga bunda qalamni tugirib olishga, bunda tugirib ishlatib turganda, bunda bir narsa yozishga tugirib olsam bo'lamdi deb ijozat so'rabdi. So'ragan ekan, "Ma haza zuhdul barid" deb. So'rab jumanda ishlatsin bo'lgan narsa bizga yaqtab to'sab qo'ygan yo ruxsat qilmaydigan ruxsat elib qiyinchilik bir ish emas. Balki unda $10 bo'lsa ruxsat so'maydan so'qotishi mumkin. Lekin nima bo'lsa xuddi qassoblik tarixining so'ngini atadan chiqarib qayta turib tashlab bergandek bunda bir yani buni ishlatasiz bo'ldi e'lon qilib buni ishtirman nima qilaman demasin wal aslu fi zalika mana buning da asas dalil nima ma ruya anna rasululloh sollallohu alayhi vasallam marra bi tamratin fi tariq yo'lda bir tal xoma tushib qolibdi ekan shu yerdan o'tib ketibdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqala laula an takuna min as-sadaqati la akaltuha agar sadaqadan bo'lib qilish ehtimoli bo'lmasa yeydim hani ya uchib ketgandan fitlatlam fidutlam tomsib yeyasi bo'ldi yani rasulullohdan boshqalar sadaqa saqlanadigan taraf bo'lmadi ekan yo'lda bir atalayda urak bir atal xoma ba'zi aroda ketib qolganchalar o'tin chiqib qoldilar bog'u usrab qolsam yeyasi bo'ldi uni igisini izlaymanda qilmaydi bu muttafaqun alayhi hadis va lam yadhkur fiha ta'rifa mana bunda uni igisini izlab e'lon qilib tonishtirish lozim degan gapni qilmadi vajil istidlal mushan va lam yadhkur fiha ta'rifa va hada mithl al-asa va as-sawt bir atal tayoq bir oddiy qimmati yo'q qamcha da narsa bo'lsa o'xshash dedi وإن كان الشاب قد استحسن تعريف ذلك أن الشاب من عصا والصوت من درق ناس لوسمه تنشترش لازم دقرب والثاني أن يكون يسيرا إلا أن له قدر ومنفعة إkinci türe azgın bir narsa olsun lekin xili bir foydalanadigan buni qadr qimmati bor narsa dedi فهذا لا اختلاف في المذهب في تعريفه واختلفوا في قدر ما يعرف yani qanchalik muddat e'lon qilib egisini izlab boqadi degan masalada ixtiloflashdi faqila sana va qila ayyaman bu hamda ozgina lekin manfaati bor bir narsa masalan ambu masalan endi bolqa degandek narsalar buni biz yil e'lon qilib boqdi va amma falsafa va ayyakuna kathiran aw lahu qadrun uchinchi turi ham jiqroq narsa bo'lib qolsa yoki qadr qimmati bor narsa bo'lib qolsa fahada la ixtilafa fi wujub ta'rifihi hawla buni bir yil tunishtiramiz deganda ittifoqlaydi va amma al-qism ath-thani wa huwa ma la yabqa bi yadi multaqidi wa yukhsha alayhi at-talaf fa in hada yakuluhu kana ghaniyan aw faqira yivas buldu debdi shuni tashlab qo'yib buzib ketadi ham saqlaydismi saqlaqli bo'lmaydi wal yadman deganda isqaskin to'lamdi fi rivoyatan kama qulna al-ashharu an la daman shu qo'yga o'xshash narsalar Aşağıda la daman deganda İmam Malikning mashhur qilishi xilafan lil jumhur degan to'p. Vaqtalafu in wajada ma yusri'u layl fasadu fil hadirati. Shahar rayonlarda tiz buzilib qoldigan narsani tepib qolsa, ishlayotgandan keyin to'lamamdi deganda ixtiloflash. Faqila la daman alayh. Tülmaydu deyildi. Vaqila alayhi daman deyildi. Vaqila bil farq bayna yatasaddaqa bihi fala yadman. Sadiqur vas tülmaydu أو يأكله فيضمن يبس تليدو دب أيربكتو وأما القسم الثالث فهو كالإبل شنساء تجوق شاشل يعني أن الاختيار عنده عند الإمام مالك
fihi muşunga o'xshash narsalarda at-tarku mana tuga o'xshash ammay tashlatish lin nasl varid fi dalik ashaqti kelgan hadisga asosan ma laka wa laha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma wa ta'kul ash-shajar dedi fa in akhadaha wajaba ta'rifuha eğer bunu abqasa amma dedimde ammaysa lekin abqasan o'sha tuni e'lon qilishing lozim va ixtiyoru tarkuha lekin ammaslikni tanlaymiz biz demoqchi va qila fil madhhabi al afdal degan masalada afdal demoqchi o'xshaydi yoki ammaysan deymiz lekin abqaganda qanday qilishing kerak e'lon qilishing kerak va qila fil madhhabi huwa 'amun fi jami' al azmina endi maliki mazhabda bunda deyilibdi har qanday vaqtda mushunda qilindi deyilibdi vaqt zaman farqi bor bunda zamonda bunda zamonda deb ayrimda olsa bir qarashda ya hamma zamonda o'xshash deyilibdi va qila nima huwa fi zaman al adl mana adolat hukm surgan zamonda shunda undan boshqa zamonda olsa demoqchi va anna al afdal fi zaman ghayr al adl iltiqatuha mana zulm davr surgan vaqt to'lab qolsa ep qo'yish lozim bo'lmasa musulmonlar bilan zoya bo'lib ketadi va amma damanuha filladi tu'arrafu fihi va amma damanuha min alladhi yu'arrifu fihi deydi ya'ni tunutilgandan keyin to'laydigan masalaga kelsak fa ulamo ittafaqu ala anna man iltaqataha wa ashhada ala iltiqatiha masalan uni tepibdi tep qo'yapti qo'ygandan keyin men bunda qo'ydim deb guvoh tutdi fa halakat indahu annahu ghayru damin guvoh deb qo'ygandan keyin saqlayotgan chog'da u narsa yo'qolib ketgan bo'lsa ya zayi bo'lib ketgan bo'lsa u chog' to'lmaydi debdi chunki bu bir xato ish qilmadi yoki bir qusur qilmadi vaqtalafu idza lam yushhid hamda guvohlatmabdi faqat Malik va Shafiy va Abu Yusuf va Muhammad ibn Hasan la daman alayhi in lam yudayya va in lam yushhid guvohlatmagan bo'lsa o'zi bir savallik qilmay bir xastalik qilmay ubdan asrab saqlayotgan bo'lsa zarar qilgan bo'lsa to'lmaydi debdi Imom Ahmad bin Mushul bilan billah faqat Abu Hanifa va Zufar yadmanuha in halakat va lam yushhid guvohlatmagan bo'lsa zarar qilgan to'laydi debdi استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان ولا وديعة دب بازر اعتراف قلت معنا إمام مالك والشافعي yuqorida Imom Abu Hanifa وديعة deb ivasi bo'lmaydi degan g'aniyadan bir yilniki ivasi bo'lmaydi degan hozir Imom Malik va Shafiy mana وديعة deb e'tirof qildi وديعة bo'lganki bir yilniki ivasi bo'lmaydi degan gap chiqdi lekin ulamda hadisning lafz bo'yicha ag'im bo'ldi bu debdi bu yerda qo'ygan narsaga bir omonat undan keyin guvohlatsin guvohlatmasin guvohlatmaganlik uni omonatdan g'asb degandek bir narsaga o'tkazmaydi deymiz qalu va wadiyatun bima jaa min hadis Sulayman ibn Bilal mana wadiya deganlikka mana mush hadis dalildir hadis Sulayman ibn Bilal va g'ayrihi annahu qala in jaa sahibuha wa illa faltaku wadiya indak mana كان وديعة عندك دب شيء مسلم دبا واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عليها ولا يكتم ولا يغيب يغيب كان أشو تصحيح بارسون açıklıkni yüzbas qo'yib qo'yalik yug'ayyib açıklıkni ostiga olsanglar chiqishlikni nunning ostiga olinglar nunning chiqitini bening ostiga olinglar ya'ni yushirib qo'ymasin demakchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam debdi bir narsani yerdan tepib qo'ygan kishi shunga ishonchli kishilarni guvohlatib qo'ysin uni yushirmasin va maxfiy joyga tiqib qo'ymasin demakchi فإن جاء صاحبها فهو أحق بها إيس كبقاسا إيس ونغا حقلت وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء إيس كمسا والله من العبارات من خالقان كشيغا بردو دبتو لشهادة فليشهد ذوي عدل عليها دين قيد بها مشوندا
İmam Ahmed rivayet kıldı ve Tirmizi'den başkaları rivayet kıldı. Ve tahsilul medari fi zalik. Yani şu İmam Malik'in yani şunda tefsili qarashlarni xulosalaydigan bo'lsak, Maliki mazhabda anna wajidal luqatati 'inda Malikin la yakhlu iltiqatuhu laha min thalathati awjuh. Buni 3 ta bo'ladi. Binasi bo'lgan kishi 3 dan xoli bo'lmaydi. Ahadiha an ya'khudha ala jihati al-irtiyal laha. Birinchisi buni maxfiy elish. Hech kim ehtimol qattiqdan chiqmaslik. Irtiyal degan maxfiy qilishni bildirdi. Va thana ya'khudha ala jihati al-iltiqat. İkincisi buni yerdan elib men saqlab qo'yay. Ashadis ko'rsatgan bo'yicha olib qo'yay demoqchi. Va thalithu ya'khudha la ala jihati al-iltiqat va la ala jihati al-irtiyal. Üçüncüsü maxfiy emas, iltiqat uchunmi emas, olib qo'yash. Fayn akhada ala jihati al-iltiqat fa amanatun. Hozir o'sha uchinchisi qanday olib qo'yash? Bayatın nima degan? Ma'lum savoq dishimni planning tilbini itdi bu chiqib qoldi deb uni olib qo'yash. Iltiqat uchun emas. Bu mening akamning saati chiqib qoldi mana. Xuddi urug'ni qalning, tunish ag'inining bizning chiqib qoldi deb buni shu ag'inimga, shu tuxunimga beray deb bunda olib qo'yash bu uchinchi turi. Bu maxfiy olmaydi. Yoki igisizni achiga buni ta'rif qilib Allohning qilaydi, iltiqat tushunolmaydi. Ya'ni buni igisini men bilaman, shunga olib qo'yay, yetkazib deb bilan olib qo'yash. Shunda ayirib tamdi. Fa'in akhadha ala jihati al-iltiqat fa amanatun 'indahu alayhi hifdhuha wa ta'rifuha wa in raddaha ba'da an iltaqataha fa in raddaha ba'da an iltaqataha. Demek bu amanatın. İltiqat için asa bu amanat. Bir yıl dönüştürdü, saklaydı, igis kep qaz verdi. Ebbular. Kim öyle bir ne saatin ki ertsendin. Ağanca koyup ketip qasa. Faqal ibn Qasim yadman. Bu çağdan kim zali kitap ki igisi bundan dese falana bunda ep qo'ygan desa uni tutib kelsa, yig'mas jag'i bu tashlab qo'ygan desa, to'lanishi ne deymiz. Bu İmam Shafiy va Ahmaddan qarshi, Ibn Qasimga qarshi. Shu iltiqat tavoq araqda boshqa bir ish ketganda. Mesela guvalni qo'ygan ahvol bor. Yoki shuni olgandan bu e'lon qilindi bu. Tarix qildigan, tarix qilib, kelib unda egisini bir kun saqlab qo'ysa, yana jag'i tashlab qo'ysa, o'tganda falani shunda e'lon qilib o'tibdi deb shuni izlab kiramda kelgan ekan. Ekran arasına dese, bana cevap taşak koyduğumuz tülandı. Ve kâle eşhebu la yetmanu idâ raddaha fi mevdu'a. Cevap taşak koysa tülmeydir eşheb. Fen raddaha fi gayri mevdi'iha. Cevap taşak başka yapır taşak koysa tüleydi. Bu da amanet yokşaş. Cevap taşımay, başka şey taşak koysa, başka yapır koysa tüleydi öyle. Ve kavluhu fi telatiha dünyeminin illa en yuttaham. Buzib ketib qoldimi apparat masalan tashlab qo'y deb qo'ychi bu hopga chuchaqilib ketdi yoki zarar ketib qoldi ya mushkab qochdi desa u chog'da so'z hisob bo'ldi ekan qasam kimdi demaydi ekanmiz faqatlamdi illan yuttaham ya bu gapida o'yanbami tashingilmaydi deb qasam qilamiz ekan va amma idza qabadaha mughtalan laha fa huwa daminun laha uni iltiqot uchun emas Hatsbi ilvalaya bunu da bunda ağam bolsa keyin ondan aşın ağırlık isbatlanıp igisçilep kelsa tüleydi deydi. Walakin la ya'rif hada al-wajh illa min qibali. Nimishni ağırlıkka mushini qana bilmas, ayanite. Aş adam o'zi desa bilmaydi. Yoki unda balki maxfiy kamerani qo'yib qo'ygan bo'lsa, unda ishtirib ko'pdan tarafdan pasteldan mangan bo'lsa, bu anda iltiqot uchun emas, o'g'liq silvagan bo'ldi. Bu çağda maxfiy kamera yok. Fakat şu adamdan uzdan itiraf qilish bilan mumkin. Wa amma al-wajh al-thalith fa huwa mithla an yajida thawban fa ya'khudhahu. Uchinchi turichi qanday olib qo'ydi? Bir kiyimni, bir rahni ko'rablam, bu planning maykisiti. Ustanning kastunitimi bu? Deb tunib buni urug' tuqqan ag'in birodarlarninki deb olib qo'yash. وهو يظنه لقوم بين يديه من o'zining oldida o'zi to'naygan ba'zi kishininki deb o'ylaydi buni yesalu manhu shuni deb voy ba'zisining ko'ngli qolma chiqib qolgan deb yetkazib beray deb olib qo'ydi deydi
فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده. Hem şu uyluğan kişiye berep basılınan konular qo'mini shu qopga men qo'ydim desa ular ya meni emas bu debdi yoki meningti deb turolmabdilar. Ya meni emas bu deb turgan bo'lsa qanday qildi? Endi buni suratga olib qo'yib qo'ysa hech muammolik bo'ldi. Hammagandek bo'ldi ekan. Valla daman alayhi bittifaq inda ashab Malik. Bu chaqda tulmaydi. Keyin chiqib ketib qolsa, qo'yib qo'ygan yo'qolib ketdi, topolmadi. Bu chaqda eskirib uni tutolmaydi ekan. İmam Malik'nin şagirdlerinden nazarda. Ve tetallaqu bi hadal bab mas'alatun. Yani müşbah münasebet yana bir mesele var. Ulamalar ihtilaf qilgan. Ve huval abdu yastahlikul luqata. Mana quldim bizse yardımcı tepilib uni ishlatib tutdi. Faqala Malikun innaha fi raqabati. İmam Malik u ashunun gadinga atildi, pulning gadinga atildi dedi. İmma an yusallimahu sayyiduhu fiha degan al-luqata. Ashu tepvaga malni to'ltish uchun xo'jayini ash qulni malning egasiga topshirib berdi. Bu bir chora. Va imma an yafdiyahu biqimatiha. Yoki ashu luqataninki tepvaga malning qiymatini xo'jayin egasiga to'lab berdi. Fi raqabati degan gap shu. Yusallimahu sayyiduhu fiha degan. هذا إذا كان استهلاكه قبل الحول يعني برجل إشتدا كان بوشنده فإن استهلكها بعد الحول برجل ديك إشتد قاسو çünkü hadiste برجل dinkin anda sen işletgendek ibarlı battı برجل ديك إشتد قاسا كان دينن عليه ولم تكن في رقبته onun geldi kaz olup kaldı onu setip pulunu böyle verişgen nas yok төлeydigan qarz tuttu boldu وقال الشافعي İn alime bidalike seyyidu fevaddamin. Xo'jayini ash ahvolni bilib qolsa, bilib ash ko'z yumgan bo'lsa, u to'laydi. Va illam ya'lam biha sayyid kana fi raqabatil abd. Xo'jayin bilmagan bo'lsa, ash qulning gadinda bo'ldi. Ya'ni qulni setib pulisini olgan. Vaqtalafu hal yarji'ul multaqitu bima anfaqa al-luqatata ala sahibiha am la. Bu bayatni so'ralgan. Nas xarajat qo'ydi, xayzab qo'ydi. Yardım tappagan narsaga bir narsa chiqim qilib hijab qo'ydi. Biz qommuson yoki onda. Hijab qo'ygandan keyin egis chiqdi e'lon qilish jarayonida. Qanday bu narsani egisga topshirib oldi. Topshirib olgan chog'da men sizning bu narsaga manchalik chiqim qo'ygandim desa, shuni egisi tepib olganini biramdi bamimdi. فقال الجمهور ملتقط اللقطة متطوع بحفظها. O yardım tepkilen narsini taptan kişi fidakarlık kılıp saklap koyduğun kişi buldu. Fela yercu bir şeyin min zalika ala sahibil luqata. Saklap koyduğun jarayonda qilgan chiqimlarni to'ltirmaydi debdi. Bu anda Müslümanın ustiga haqqiga o'xshashin. Qilib qo'ygan ish demakchi. Biroq deb qo'yib, uni e'lon qilish uchun jarayonda e'lon beraylik, sonat bo'lsa. Yani bu turistlar chiqib ketgan bo'lsa, bunu to'lmaydi demakchi. Yani bu anda siz insonni majburiyetin bu. Anda bir ishni bilgap qo'ysa, qilib qo'ygan bir ish demakchi. Agar unda bashag'riqni xohlamay, unda chiqim qilishni xohlasan, yerdan olmasin. Chunki bu qo'yash hozir bir savobli musulmonning malni zayi ketmisondir. Olgandan keyin hemen bunu hava olma, ancha-muncha fidokorlik qilma degan mazmunda olgan bo'ldingsan. Unda olgan bunun qarta qilgan chiqimini yanından qilsa demakchi ekan, mush qarashninki tushuntirishim avvalda. Qo'yin tepasan, ko'zib boqsan, shu qo'yin deb basan, bo'g'izlab yevat dedi shu. Siz beqilishimi demadi. Bo'g'izlab yevat dedi. İlanlar bungacha nasib qilsin, davlatda e'lon Çokum e'lon, televizorda e'lon bir majburiyat yo'q. Bunu şu tepkilen mescitte, tepkilen etrafdaki, bunu ma'lum qo'yish bo'ldi. Bu çokum bunda Cezir'de. Cezir'de mesela 100 bin koyduğuna e'lon qilish kerak emas. Ya çokum isteydi. Yani bazı narsalar da qo'ysa, ilgisini tapqanlikka oy rahmat aytib, buni chiqimini berib, oldin u odamga mutaxassis suyunchi berib qilgan. Mesela pasport deb pasi suyunchi berib çokum. وقال الكوفيون لا يرجع بما أنفق هنا. Ondan
chiqim qilgan narsani ololmaydi dedi. Illa an takuna an-nafaqatu an iznil hakim. Masalan ma'lum qildi. Ma'lum qilgandan keyin qozi undan chiqim qilib e'lon qilib qo'ygan degan bo'lsa, qozining ruxsati bilan bo'lgan bo'lsa, endi uni to'laydi. O'zligidan qilgan bo'lsa, uni to'lib ololmaydi. Davomkin bu adir jumhurlar nursi yaqin mana. Ha? Yani ama adamı birdek alamaydı degan ispat ki asasen. Ve hadi meselatu hiye min ahkam al-iltiqat. Ve hada al-qadr kafin bihasab gharadina fi hada al-bab. Babun fil laqit. Al-laqit bu taşlayotgan bolalar. Bu vallah, vallah. İnsan mı ha? O dallatli bil dallatligini emas. Mesela bu vakında yürüyen mesleğin aldığı taşlap koyduğun, yani cihazı taşlap koyduğun işte var. Yani kuşak onu taşlap. Bu hem de yoldan şu apku yaşandı. Bu vakında elep, öyle ekilep, ne bir tamakı yüzüp şu hayatını koda falan yapıyor sakın. Yani el-laqid bimana el-malqut demek. Taşlatilgen bala. Bunu yerden biz apku koyduğun bala demek. والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه بو دبوغن يبقوا أحكام الالتقاط وفي الملتقط وندبوغ واللقيط لقيط جنا عندك الضوء وقال الشافعي كل شيء ضائع لا كافل له يقولغان أدم يوق زايا وكدغان هر قلنا ناس olsa فالتقاطه من فروض الكفايات bayatın vacib deganligini qilib boshqalar al-afdal at-tark yoki iltiqot afdal degan chog'da vaqala qavmun iltiqotu vacib degan. İmam Şafii ya da zaya qilgan narsalar qilsa buni aqish farz kifoya. Shuni debdi. İmam Ahmad bu shunda qaraydi. Va fi wujub al-ishhad alayhi khifat al-istirqaq khilaf. Ana shu inson bo'lgan kim bu? Shifala. Bunu guvaltib qo'ymasa, men tepavaganda guvaltib qo'ymasa, keyincha buni sal cho'ng'olgan chog'da meni qulim bilan qul qilib ishlatilgan ishi bo'lib qolgan bo'lg'achqa, ashunda ansirab guvaltib qo'yish vojibmi, vojib emasmi deganda ixtilof bor edi. Wal khilafu fihi mabniun ala al-ikhtilaf fi al-ishhad ala al-luqata. Diğer talash tartishma shu luqataga ishhad qilish, guvaltib qo'yish kerakmi, kerak emasmi degan ixtilofning ustiga qurilgan. واللقيط قندادام والصبي الصغير غير البالغ. Tak balagat gelmegen küçük bala. Boğak bolsun, köpünce aldı boğak. Yani to'lgan bala. Zinadan boğan bolsa, açıdan onun qutuluşun meslen aldı taşlap qo'yadi. Ve in kana mumayyizan, yani aqlarni payqitib, qilib bir aqli shuba bala bo'lsin, lekin balagat ketmagan lam küçük bala misal laqit bo'ldi. Endi buni aslında ap qo'ymasa, ochqilib yoki kasallab o'lib ketishi mumkin. Fafihi fi mazhab Shafi'i taraddud. Shafi'ning mazhabida mush mumayyizda taraddud bor demakchi. Agar mumayyiz bo'lmasa, unda bo'lsimunda da sal ayrigandek bir ahvol bor. Wal multaqitu wa kullu hurran adlun rashid. Och balni ap qo'ydigan kishi bir kishi İşinci kişi adil yani, işinci kişi Raşid. Raşid diyen bu, aklı şu cayda, özünün payısını özü tepkili alaydıgan, sefiye emesin. Sefiyenin ki vilayet olmaydı o, çünkü hacir kılınıp gidiyor onunla. Bu özgü yolanma, özünün mal mülkü yolanmayan kişi başka bir insanda yolanmaydı demek. وَلَيْسَ الْعَبْدُ وَلَا الْمُكَاتَبُ بِمُلْتَقَةٍ. Kul ile mukatebe kılınan kul insanın onda akılmaydı dedi. Yani bu taşlım qalgan bo'lsa, bu appoz bo'lmaydi demakchi. Balki hamda bu appoz bo'lmaydi, xuddi bunun balasi bo'lib, buni qulga o'tkazdigandek. Val kafir yaltaqitu kafira dunal muslimin. Kafirmi kafirni appoy oladi. Lekin musulmonning bir balasi taşlım qalgan bo'lsa, olmaydi demakchi. Val kafir yaltaqitu kafira dunal muslim. Yani Müslümanni qo'yolmaydi, kafirni qo'yadi. Nima uchun? Chunki bu iltiqotni viloyat edi. Egolar saqlab qo'ydilar shu kafirga, musulmonga viloyat yo'q.
وَلَا يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. لأنه لا ولاية له عليه على المسلم ويلتقط المسلم الكافر كافرنا أبو عليده أنا كافر ما دكت ما يمشون كه نمشون كل مولود يولد على الفطرة خطأ بالسن تشلت كم باش بيجي مثلا كافرنا بالسن سب تورش كده لكن هو كافر تقولون ما يدوش كلام كبين بوقل oldu kafir Müslümanın bir naskını yapıyamdır yanında itlapad yok bayır وَيُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْفَاسِقِ وَالْمُبَدِّرِ Fasının koldan ve israfonun koldan ona tasbil olmayacak bu vakna. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُلْتَقِتِ الْغِنَى O yerden yapılan, bu vakna yapılan kişinin bay oluş gerek emez. Kemal adam bolsun, o adamda bakal edilen bolsun, meyle demek için. وَلَا تَلْزَمُ نَفَقَةِ الْمُلْتَقَتِ عَلَى مَنْ الْتَقَتَهُ Ve tibağın balınınki çıkımı tibağıçının geldiğini vacip bulmaydı öyle. Yani bu hesap konusu öyle o. Vacip bulmaydı dediğinde ki kötü olmaydı. Buna bir kim birdi o? Vacip olmaz. Lekin kim birdi buna? İslam devleti verdi çıkımını. Hazreti Ömer bu şunda çıkımını bergen. Ayşman mutlaka. Bunda digil olmaydı şu hükümetin alındığını. وَاِنْ اَنْفَقَا لَمْ يَرْجَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ Hesap koyan nasıl olsa ondan toltanmaydı. Bulduk etti. وَاَمَّا أَحْكَامُهُ فَاِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ اِنْ الْتَقَطَهُ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ Tepuvağın balını hükmünü Müslüman mı kafir mı şu? Kinen, çoğul deyin. Müslümanın avladı olan mı kafir'in avladı olan mı? Müslüman'dan da kafir'dan da olursa yani bunu Müslümanların diyardan tepuvağın bolsa Müslüman da hüküm kılamaz. ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك إمام مالك دادس غرب دادس مسلمان بوسا مسلمان دايمز كابر وس كابر دايمز دبتون يق özün dadis kim çıkdı ya bunun için kim dadis çıkdı ya çıkmasan da sen Hanzo'nun bazıları falan şu kapır dayımız çayda malum oldu onun Peygamber Efendimiz'in terbiyesi kim bizgi gibi Xitoy yazısı çıkıp kalsa bu kabul etmeydi o. Ya kabul etmeydi. Ama balagat ketkendan keyin deylar, ona Müslümandan da kafirdan da olsa dadisi qaraymiz debdi. Dadisi ma'lum bo'lsa, bo'lmasa bu Müslüman bo'lib ketdi. Va inda Shafi'i yuhkamu men aslama minhuma. Ata-onasidan birisi Müslüman bo'lsa, bu Müslümanning bolasi deyitimiz debdi. Va bihi qala Ibn Wahb min ashab Malik. Wa qad tulifa fil laqiti faqila innahu abdun liman iltaqatahu. Manda degan qarashim bor ekan. Mush tepivalingan bola, buni hukminin bo'lsa, ba'zilar mesela İbrahim an-Nakhai'dek tabi'ildim ba'zi ash tepivalgan kishining quli bo'ldi debdi. Wa qila innahu hurrun, yana bir qarashda u hur debdi. Wa wala'uhu liman iltaqatahu. Lekin uningki wala degan miras ilish va boshqa nimaldiki diyat mesela bunda ishlarda bo'ladigan haq huquqi, tavallik huquqi, igdorchilik huquqi tepival usulan bo'ldi. Xuddi urug' tuqqanda bo'lib ketadi demakchi. Wa qila innahu hurrun wa wala'uhu lil muslimin. Yani bir qarashda bu hur, lekin buning igdorchilik qilsa musulmonlar jamoatiga bo'ldi. Mesela miras qalsa musulmonlar jamoat olib qoldi, darul mal demakchi. Demak bu hurrun va vala'u lil muslimin degan asos ko'pchilik olimlar qarash shu. Hamda va vala'u liman iltaqatahu degan İshaq ibn Rahowi bilan Shurayhning qarashi. Bu adamning mirosini oladi degan gap chiqqandi. Ha, mirosini oladi. Ikkala bir-biridan miros olishdi. Ikki taraf. Vala degan gap shu. Yani başka urug' tuqqanlar bo'lmagan ahvolda, ha? Başka urug' tuqqan faqat yo'q, ash bir odamlar bor. Bunda bo'lsa, tibovchidan bu mirasoldan, ya'ni Mavlal Mualla deymiz-ku. Ondan bu da ketib qolsa, tibovchi mirasoldi. Tabanni beqo'rg'onlikni chiqaradigan yo'q. Tabanni bo'lmaydi. Wa huwa madhab Malik wa huwa alladhi tashhadu lahu al-usul. İmam Malikning mazhabi shu. İslam şeriatining usul qoidasimi shunga guvohlik berdi deydi. Yani usul qoida nima?
Asli insonlar hur tug'ish. Matasta'batum nasa wa qad waladatum ummahatuhum ahrara. Degan bo'lsa hammadan hur. Undan keyin hur bo'lish kerak deydi. Illa an yathbuta fi zalika atharun. Faqatlamdi. Mushun taxsis qilgan, mush usulni taxsis qilgan bir ayrim bir hadis sahih bo'lib qolsa, u chaqda sallamna deymiz dedi. Misli qoli sallallohu alayhi vasallam tarithul mar'atu thalatha. Ayol kishi 3 turli kishidan miros oladi. Laqitaha, tebvagan bolasidan, va atiqaha, azat qilgan azatgardisdan, va waladaha alladhi la'anat alay, mula'ana qilgan chaqda tuqqan bolasidan debdi. 3 dan miros oladi demoqchi. Demak bu hadis kimning dalili bo'ldi? Miros oladigan Al-wala liman iltaqatahu deyilgan. Va wala'uhu liman iltaqatahu deyilgan dalil bo'ldi. Lekin bu hadis zaif hadis. Lekin dalilga kerak ketmaydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.